Avvalambor bu fasonni modellashtirish uchun kaketka uzunligini belgilab olamiz. Hop, kaketka uzunligi bizda 24 cm. Mana 24 cm belgilab oldik. Endi yonboshga 3 cm chiqamiz. Yelka tomondan ichkariga 1 cm kiramiz. Yelkadan ichkariga 1 cm. Bu yerga 3 cm. Va ikkala nuqtani tutashtirib olamiz. Bu bizda lastik chiziq hisoblanadi. Orqada ham xuddi shunday yarim santimetrda olib tashlaymiz. 1 cm. Va orqa bo'yin o'misini hisobini qo'yib olamiz. Bu yerni o'lchab shuni qo'yib olamiz. yarim santimetrlik yo'l chizamiz. Yoyimiz 9 cm, 3 cm. Tutashtiramiz. Va bunga parallel qo'yamiz. Bunga perpendikulyar qo'yamiz mana bu chiziqqa. Mana. Endi bu nuqtani to'rtburchak ekanligini tekshiramiz. Xo'p, 2,5 cm stoyka yotish uchun 3 cm, 6 cm yoqani qaytishi uchun va yoqamizni tutashtirib olamiz chiroyli qilib. Endi kaketkamizni mana shu yerdan kesib olishimiz kerak. Kaketkani kesish uchun oldin yoqani ajratib olamiz. Yoqamizni mana shu yergacha ajratib oldik. Endi mana bu vitichkani yopib, yopamizda kaketka chizig'ini o'tkazib olishimiz kerak. Vitichkani yopishimiz uchun biz avval mana bu yerdan yon vitichka ochishimiz kerak, shunda qulayroq bo'ladi. Xo'p, yon vitichkani ochib oldik, bu yoqni yopdik. Endi kaketkani loyihalab qo'yamiz. Mana bu yerdan S nuqtaga lekalarni qo'yib tutashtirib olamiz. Mana kaketka chizig'imizni chizib oldik, o'tkazib. Endi buni kesib qo'yamiz. Orqa bo'yin o'mizni ham kesib oldik. Bu bizda yoqamiz. Kaketkamiz bir-biriga mana bu o'rta chiziqdan kiyishadi. Endi buni o'tiramiz. Endi etakni modellashtirib olishimiz kerak uchun yopishtirganimizni ajratib oldik. Hozir bizga endi etak bilan ishlaymiz. Yopgan vitichkamizni joyiga qaytaramiz. Buni ham hozir joyiga qaytarib kliklab olamiz. Vitichkamizni joyiga yopdik. Endi mana bu yerni ochib chiqishimiz kerak. Ya'ni bu yerni klinlarga ochib olamiz. Hammasi kesiladi. Qich. Etagimiz mana bu chiziqdan ham kesiladi. Mana bu matoni burchagi deb oladigan bo'lsak, buni bunday buklaymiz. Matoyimizni, mana misol uchun buni mato deb oladigan bo'lsak, bu burchakni buklab, matoni shu burchakdan bukladik va mana bu yerga bunday joylashtiramiz etakni. Xuddi shu ko'rinishda bichib olsangiz, etagingiz klosh etak bo'ladi.
andisada koketkali ko'ylaklarni qanday chiqarishni bilmasangiz onlayn kursimga yoziling. Modellashtirishlarni hammasini to'liq o'rganib olishingiz mumkin. Mana bu esa koketka qismi. Mana lastik chizig'idan yotadi. Bu yeri orqa bilan keladi, ya'ni ko'ylakka shunday o'tnashadi. Mana bu o'rta chiziqqa ikkita yoqa bir-biriga tegishadi. Orqada ham xuddi shunday. Mana bu yerdan koketka o'rnini ajratib, misol uchun etaklarni ochib chiqasizda. Tikishingiz mumkin. Xohlasangiz koketkani mana bu chiziqdan qilishingiz mumkin. Bu vitiskani o'shaning ichiga yo'qotib yuborasiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, komment yozib qo'ying.